Assalomu alaykum Azim boya. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Sog'liqli, yaxshimi? Harim yuribsizlar. Kelinglar. Hambriyam boshlandan xabar. Biz Chempion Xorazm do'konimiz sizlarga bahorda Xudo xolasa ro'za Ramazon oyi uchun skidkalarni qo'yib beramiz obunachilar. Bundan buyon havo qiz edi, hamma skuter kerak. Skuter bu yaxshi narsa, uzoqimizni yengillatadi, harakatlanmang. Hamma uchun zo'r narsa. Bir to'ki bilan 500 so'm, 1000 so'mlik to'k bilan bir 30-40 kilometr yurish imkoniyatini beradi obunachilar. 30-40 kilometr 30-40 kilometr yuradi ishlar. Challi zaryad turadi, desa. Bir 500 so'mlik tokida bo'ladi. 6 soat 7 soat zaryadda turadi. 500 so'mlik tok bilan 30-40 kilometr yuradi. Zo'r narsa, bu gap zo'r narsa-da. Yana shu skuterlarimizni ko'rsatadigan bo'lsak, 4 akkumulyatorli bo'ladi, diskalari 14 lik bo'ladi, 5 kamera bo'ladi. Elde keyin tormozlar jihozlangan, elde faralari, o'zini signalizatsiyalar hamma narsasini ega. Bu skuterimiz tanarxi 3,5 million so'm bo'lgan. Men ro'za Ramazon oyida skidga 2,5 million so'mdan qo'yib berjakman. Tezlik qanchaga chiqadimi? Tezligi 25 tezlikka chiqadi. 25 dan oshmaydi, prava nomer talab qilmaydi. Tezlik 25. Ava, prava nomer talab qilmaydi mendagi skuterlarning hech birisini. Yana bu skuterlarimiz qizlar uchun dim zo'r. O'zini tanarxi 3 million 800 ming so'm bo'lgan. Meni skidkada 1 million arzonda 2 million 800 ming so'mdan qo'yib beraman. Qizlarimiz uchun, qizlar ham desa bo'ladi, bemalol. Tezliklari 22-23 orot taraf yuradi, 3 xil skorost yuradi. Keyin bunda yana o'g'il bolalar uchun chiroyli, skromniy ko'rinadigan variantlarimiz bor. Bularning tanarxi 4 million so'm bo'lgan. Mana skidkada 3 million so'mdan qo'yib berjakman obunachilarga. 3 million so'm. Bizlar e'tibor etasizlar, aytib turgan gaplarim har bir skuterda 1 million 1,5 million skidka bo'lib turibdi hozir. Kelib ro'za munosabatlari ro'za Ramazon uchun 1 million 1,5 million so'm skidkasi bilan qo'yib beramiz. Kelib ulgurib qolinglar. Soni cheklangan bu. Endi bunda yana kvadrotsikllarimiz bor. Bu kimga kerak? Bu 7 yosh, 8 yosh va 15 yosh bolalar uchun mo'ljallangan. Bu 24 volt akkumulyator bilan jihozlangan. Maksimal tezligi 18-20 tezlikka qadar chiqadi. Agarda skuter xavfli degan obunachilarning farzandlarini shunday narsa bersa ham bo'ladi. Buni tanarxi 3,5 million so'm. Agarda sizlarni ko'rib keldik desalar, 3 million so'mdamiz 2 million 900 ming so'mdan qilib beramiz. Yosh bolalar zlan do'lon kunlarni padarak ketmaka zo'r ekan. Zo'r narsa, meni damir bo'ladi, e'tibor etsangizlar, o'zini amortizatorlarni ega. Zaryadchiklari ham narsasini qo'shib beriladi. Yoshi katta insonlar uchun bunda yana so'nggi Vipska Redline skuterlarimizdan keyin boshqalarda skuterni qiziqib ko'rishlari mumkin. Eng arzonida 6 million sotib o'tadilar. Men ro'za Ramazon oyi uchun obunachilarga 5,5 million so'mdan qo'yib beraman. 5 akkumulyatorli bo'ladi, 2 tormoz bo'ladi, Redline diska bo'ladi. Yonbosh dugalari bilan jihozlangan. Qo'shimchasini kaskasi, jileti ustuna bostirib qo'shib beriladi. Endi men Yandexda ishlayapman, pul topacakman degan obunachilarimiz uchun Monster skuterlarimizga bularning tanarxi 9, eng arzon 8,5 sotilgan. Men ro'za Ramazon uchun sizlar shuni 7 million so'mdan qo'yib beraman. 1,5 million so'm. Bu bir to'liq zaryadi bilan 70-80 kilometr yurib beradi. 70-80 kilometr. Yandexda ishlash shunday zo'r narsa. Bizlarda skuterlarimizni soni ko'p, meni har xilidan bor, ko'rsatib o'tinglar. Redline disklarmi boshqa toza modellardan ham gap turibdi. Kelib o'zlari ko'rib, saylab olib ketishlari mumkin. Bizlarda bir plus tarafi, shularning hech birisida akkumulyator qo'yilmagan. Keladi, masalan, shu skuter yoqdimi? Narxini kelishamiz. Xalos alanlar yoki bo'lmasa menga muddatli to'lov kredit desalar, bir dona pasport evazini chiqarib beraman. Shu yo'q, o'zini narxi emas. Kelishilgan narx bo'ladi-ku, ikkimiz o'rtamizda kelishilgan narx yoziladi dogovora. Avvalgi narxi bo'lmaydi u yerda. Akkumulyatorni ham toza korobkadan ochib, ko'zlardan ustunib ketib, qo'yib taqib beriladi. Sodalashib bo'lgandan keyin ustunib ketib beriladi. Bo'lgandan keyin ustunib ketib beriladi. Nechun deganda, hamma ishni akkumulyator qo'yib, biz turgan akkumulyatorni klientlarga berib beramiz. Asosiy narsasi buni akkumulyatori bo'ladi, yuragi. Shu akkumulyatorni toza svejisidan qo'yib beramiz. Bundan tashqari bizda skuterlardan tashqari keng assortimentda mashinalarimiz bor, yana ko'rsatib o'tamiz. Bizning Chempion Xorazm do'konimizda elektronik bolalar mashinalari, 1 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun 800 ming so'mdan boshlanadi. Yana o'zi tanarxi 1 million so'mdan ko'rsatib o'tinglar. Ishida turganda ozgina qoldi. Soni cheklangan obunachilar. 800 ming so'mdan qo'yib beraman. Keyin mening baggi mashinalarimiz bor yana. 4 balon ham tortadi, rezinka balon bo'ladi. Pultlari, zaryadchiklari massasi bo'ladi, komplektida telar damir bo'ladi. Tanarxi 1 million 600, 1 million 700 sotilgan. Yana skidkada sizlarga 1 million 100 ming so'mdan qo'yib beraman. 1 million 100 ming. 1 million 100 ming so'mdan e'tibor etinglar. Bu mahsulotlarimiz sotilgan, bular dastlabki chiqish ketish jarayonida shu geliklarimizdan bor. Ko'rsatib o'tinglar buni. 3,5 million so'm qilib berilgan. Gelikning eng kattasini. Bular sotilgan. Kilocha ko'taradi. Bu 100 kilocha ko'taradi. 100 kilocha ko'taradi. Mana 12 voltli akkumulyatorli varianti bor, 24 voltli varianti bor.
12 voltlumuz bu modelimiz 3,5 milyon so'm, 24 voltlusu 3 milyon 700 ming so'mdan berib bilamiz. Skitkada. O'zining narxi boshqada 3 milyon 800 sotib o'tibdi 12 voltlusini. Bizda şimdi kvadrat sikllarimiz bor, ko'rsatib o'tinglar. Bu yana 2 yosh, 3 yosh, 5 yosh bolalarga mo'ljallangan. O'ta ixchamli, chiroyli narsa. Bahası 900 ming so'm bor, skitkada 750 ming so'mdan qo'yib beraman. Undan tashqari bizda ekskavatorlarimiz bor yana. Har xil turdagi ekskavatorlarimiz. Bundan soni cheklangan 4-5 tanasi qoldi. Ya da ulgurib usbit etib qolinglar. Tan narxi 900-850 sotilgan. Mana skitkada 650 ming so'mdan qo'yib beraman shu narsani. Qo'shalar ham ishlaydi. Rasmiy yer qazadi. Mashinalarimizni ko'rsatadigan bo'lsak, bunda Jeeplarimizni keng assortimenti bor bizda. O'nashlar toza tovarlarimiz ham berib turibdi. Xudo xolasa ularni ham taxlab joyina qo'yamiz. Bu yerda 1 milyon 600 ming so'm bo'lgan Jeeplarimiz orqa qatordan ko'rsatib boshladi. Bularni yana skitkada 1 milyon 250 ming so'mdan qo'yib beraman bozor Ramazonda. 1 milyon 200 ming so'm. 1 milyon 250 ming so'mdan qo'yib beramiz. Plus bir dana mashina va bir dana plus podarka ham bor. Bir dana mashina, bir dana podarka ham bor. Bendagi mashinalarimiz, shu mashinalarni qalayda bahasini surishtirib ko'rsinlar. 1 milyon 600 ming so'm sotib o'tibdilar. Biza skitkada 1 milyon 400 ming so'mdan qo'yib beramiz bu mashinalarimizni. Bergi modellarimiz bor yana. Bularni 1 milyon 800 2 milyon sotib o'tiraydik. Yine o'zlarimiz ham skitkada 1,5 milyon so'mga qo'yib beramiz yana. Mototsiklni menga zo'r kerak. Ko'proq yurishi kerak. Lishi ses bo'lmashi kerak deganlar uchun shuni mototsikllarimizga sportli rejimda ishlangan va o'zini qo'l tormozlaridan egana 24 volt akkumulyator bo'ladi. Bu bemalol 70-80 kg yukdan bemalol tortib beradi. Bu skuter mototsiklimizni tan narxi 2 milyon 800 ming so'm bo'lgan. Yana biza bayram munosabati bilan bu mototsiklimizni 2 milyon so'mga qo'yib beraman. Obunachilarimiz. Shudagi barcha mototsiklarimizning bahasi 2 milyon so'mga qo'yib beramiz. Keyin kelasizlar yana shuni bizda nedorожник Jeeplarimiz bor. Obunachilar bahasini ko'rsatib o'tinglar 3 milyon 300 ming so'm bo'lgan. Shu mashinalarimizni skitkada 2,5 milyon so'mdan xalaqanini olib ketishlari mumkin. 2,5 milyon so'mdan 700 ming so'm arzonda qo'yib beryapman. Keyin bizda Chisti Xitoyning original ya o'tda yanmas, suvda cho'kmas degan xil mashinalarimiz kelgan. Ranglari bor, svetlaridan bor. Bu mashinamizni tan narxi 4 milyon so'm bor. Skitkada 3 milyon so'm, 1 milyon arzonda qo'yib beraman. Kelib ulgurib qolgan, soni cheklangan. Bundan tashqari 100 kilocha ko'taradi. 100 kilo 120 kilocha ko'taradi. Eng quvvatlisi. Teylari damirdan bo'ladi. Bundan tashqari bizning do'konimizda faqat skuter mashinalar emas, velosipedlar, samokatlar va ularni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bundan tashqari bizda endi mototsikllarimiz kichkinaroq variantlardan so'raganlar uchun bularimizni tan narxi 850 ming so'm, skitkada 650 ming so'mdan qo'yib beramiz, pultlar ham bo'ladi. Samokatlarni keng assortimenti bor bizda, har xil turdagilari bor, elektronliklar ham bor. Samokatlarimiz e'tibor etasizlar, 90 ming so'mdan boshlanadi. 90 ming so'mdan nerede samokat bor? Chempion Xorazm do'konida bor. 90 ming so'mdan boshlanadi samokatlar. 90 ming so'm. 90 ming so'mdan boshlanadi. Uchtiljaklarimizni aytib o'tadigan bo'lsak, uchtiljak ko'p ketadigan narsa, yosh bolalar uchun zo'r bo'ladi. 150 ming so'mdan tortib, ana ketaveradi. Har xil sifatida, har xil variantlisidan. 150 ming so'mdan boshlanadi. 150 ming so'mdan boshlanadi uchtiljaklarimiz. Kelib bemalol bizning do'kondan olib ketishlari mumkin. Ha, men uchtiljak ko'raversizlar. Uyli baqdina. Benden savdo jarayonlarimiz bo'lib turibdi. Bundan tashqari bizda sport tovarlaridan bir ma'lum miqdor qismini ikkak qo'puz obrishlar deysizlarmi, to'plar, basketbol to'plari, futbol to'plari. Basketbolni o'zam bayna. Basketbol sheetni o'zam bor ekan. Sheetni o'zam bayna. Necha so'm bu sheet? 1 milyon 400 ming so'm. 1 milyon 400 ming so'm. Kelib bemalol xaridlandi. Bundan tashqari yana bizda begovoy doroshkalarimiz ham bayna. Begovoy doroshka 2 xil variantidan bor. 120 kilolik и 150 kilolik varianti bor. 120 kiloligimiz 5,5 milyon so'm, 150 kiloligimiz 7 milyon so'm. Yasalar onun üstünden gelişib beramiz. Keyin velosipedlarimiz 12 kg razmerdan boshlanadi. Ishona quyma bagaj bo'lgan, sidinalar prujinli bo'ladi, ko'rsatib o'tasizlar. O'ta sifatli bo'ladi. Tan narxi 450 ming so'm sotilgan. Yana bayram munosabati bilan biz shuni skitkaga qo'yib 400 ming so'mdan qo'yib beraman. Bundan tashqari yana 1,5-2 yosh bolalar uchun shuni mototsikl podarka olib qo'yib nima deydi? 1,5-2 yosh bolalar. Elektronli bo'lsa yana. Elektronlimi? Elektronli o'zining muzikalari ham bor. Unda gaz pedallari yana. Zaryadchiklari bilan beriladi. 1,5 yosh bolalar 600 ming so'm sotib o'tibdilar shu narsani. Skitga shu narsani 350 ming so'mdan 350 ming so'm, 350 ming so'mdan. Bir uchtiljakni pulni elektronli mototsikl olib ketadilar. Soni cheklangan. Bizda kichkina mototsikllarimiz har xil assortimenti bor, ko'rsatib o'tinglar. Velosipedlarimiz ko'p. Assortiment ko'p. Kelavering. Quruq bolalar ham, qiz bolalar yo'qmi? Bor, qizlar, yana. Prinsessa velosipedlarimizga yana. Chiroyligini qarang, o'zini so'mkachalari, bayroqlarni ega. Ranglari yaltirab. Havo, ranglari ham yaltirab, qizlar uchun mos. 550 ming so'm tan narxi. Skitga tushdi ham 450 ming so'mdan kelib olib ketishlari mumkin. Bundan tashqari yosh chegarasini qarab bizda
kattalaşib boraveradi. Velosipedlarimiz har xil assortimenti bor. Yasara velosipedlar dunyosini da berasizlar. Kelib ko'rib olaverasizlar. Yana bu yoqdan mashinalar, mototsikllarimiz uyli bo'pti yana. Bizda opton bahada beramiz. Skuterlarimiz ham uyli bo'pti. Velosipedlarimiz yana mingdan ortiq turi bor bizda, obunachilar. Ko'rsatib o'tinglar. Priyash 100 yazgacha velosiped topadi. Keling, hali do'kon tamom bo'lgani yo'q. Do'kon tamom bo'lmaydi bugun. Keling. Emin narsalarimiz bor. Bularni ko'pchilik ayol qizlar tushunadi. Velokolyaska deb aytiladi. Sidinalar aylanadi, balonlar rezinka bo'ladi, ramlar ham o'ta qalinligida ishlangan. 400 ming so'mdan boshlanadi. Har xil assortimenti bor mana. 400 Bundan tashqari stolchiklarimiz 300 ming so'mdan boshlanadi. Belanchaklarimiz yana 800 ming so'mdan boshlanadi. Kelib ko'rib olaverasizlar. Keling. Bu do'kona qarang endi, bu yana qarang. Kolyaskalar olamiga keldi. Klassikalar olamine. Kolyaskalarimiz 300 ming so'mdan boshlanadi, 2 million so'mgacha. Kelib har xil turdagi o'zine yaqin firmasi bor, dizayni bor, xalaganni olib ketishlari mumkin. Velosipedlarimiz ham mening uyli yotibdi. Har xil turda velosipedlarimiz bor. Haydinoqlarni ko'rsatinglar. Haydinoq ham mer haydinoq. Haydinoqlarimiz 150 ming so'mdan boshlanadi. 150 ming so'mdan 150 ming so'mdan sifatına qarab natib boradi. Sifatına, kачествосына dizaynına qarab o'zgarib boraveradi. Har xil turda bizning mahsulotlarimiz bor. Kime nechik tovar kerak bo'lsa, bizning do'konimizdan topib beradigan aytganingizdek 1 yoshdan 100 yoshgacha bo'lgan bizning obunachilarimiz yoki mijozlarimiz uchun bizda tovarlarimiz yetarli. Kimdan nechik savollar bo'lsa, kommentariya yozinglar yoki bo'lmasa pastda telefon raqamlarini qo'yib o'tamiz. Bizlar bilan bog'lansangizlar, har qanday savollaringizga javob berishga harakat etamiz. Bizning profillarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Chempion Xorazm Instagram kanalimiz bor. Keyin yana nov kanalimiz bor. Real Xorazm. Real Xorazm Instagram kanallarimiz va YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'ysangizlar, keyingi manfaatli videolarimizni sizlarga ko'rsatib o'tishga davom etamiz. Hammaga rahmat. Chempion Xorazm do'konimizda kutib qolamiz. Kelib ustida kelishaverasiz. Albatta. Like, podpiska bosib qo'yasiz. Videomiz shulardan iborat edi. Sizni yaradon bo'lsak, banda Dekan bozor yana suv. Banda Hamkorbank. Hamkorbankdan shunday kelasizsa, Chempion Xorazm do'koni.